Pomidorlar. Bu ham pomidori? Pomidor. Что это помидоры? Вот это местные? Местные. Почем они? Это пачки. 240. 240. Bu Chelyabinskniki. Narxlarni aytib yuboring, narxlarni o'zbekchada aytib yuboring, iltimos. 140 so'm bu. 250, 240, bu 170. Bularchi? Bular ham 170 so'm. Mana sorti bilan mayda, yiri, rangiga qilib, pomidorlar sorti mana. Uzoqqa bormaydi. Rossiyani o'zi ham Mana. qilyapti-ku mana shu narsalar. Ko'ryapsizlar, mana shu joyda juda bitta tagini ko'rsak bo'ladimi? Mana tagidan kattasi chiqyapti, kattasini tagiga. Bitta ochingiz tagini. Mana. Maydan kattasi. Ashar maydani ichini ko'ylak ko'rsak bo'ladi, tagi qanaqa ekan? Mana shu maydasi alohida, yiriga alohida qo'yiladi mana. Voy mashalloh. Bo'ldi, rahmat. Mana. Ko'ryapsizlarmi, gap qayerda ketyapti. Tagiga maydasini solinmasin degan hamma joyda gap ketyapti, hamma joyda suhbat ketyapti. Mana yiriga bu. Yirigini alohida tagiga solmayapti. Mana. Bizda bog'bonlar, bizda savdogarlar qilayotgan ishni o'zimizdagi brokerlar qilayotgan ish analogi yo'qda dunyoda hech kim qilmaydi. To'g'ri bizda bo'ladi bu, ha? Xudo xolasa mashqatlar ham ozgina qoldi Muhammad Amin aka. Bu yil qattiq kurashyapmiz sifat bo'yicha, kачество bo'yicha, o'zbek brendini ko'tarish bo'yicha. Albatta, oldimizga qo'ygan maqsadga biz erisha olamiz.